$10,000 pulim bor, GM haydab o'lib ketamanmi yo bu pulimga ham 3 ta segmentda 2 tadan mashina yetasizmi? Hozirda $10,000 ga inomarka haydash orzu emas. Faqat $10,000 ga hech qanaqa gibrid topamiz. Shuning uchun men sizga 2 ta segmentda 3 tadan mashinani aytaman, o'zingiz tanlab olasiz. Birinchi elektrdan boshlayman. Volkswagenning Elavidasi. Hozirgi vaqtda kam yurgani $10,000 ga topa olasiz. Ikkinchisi Changan Bemben. To'g'ri, sal kichkinaroq, no ayol uchun eng zo'r variant. Uchinchisi Changani egizagi Leapmotor T03. U ham kichkina, no magazin chiqish uchun eng zo'r variant. Bular indamay elektrida 150-200 km yuradi. Agar siz Gentraga gaz qo'ysangiz ham xuddi shunaqa yuradi. Ikkinchisi segment benzin uchun. Birinchisi Honda Craider. Faqat u turbo motor bo'ladi, yaxshi benzin qo'yishingiz kerak. Ikkinchisi Hyundai Accent. To'g'ri, u yengisi chiqmaydi, lekin 2019-2020 yil u ham zo'r variant. Eng oxir